Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Mavardi rahmetullahi aleyhinki Edebuddin ve Dünya yoki Edebuddünya ve Din nomli kitobidagi darsimizning bugungi davomida İmam Mavardi rahmetullahi aleyh tuvanda mundaq deydi. İlim o'rganishga rag'batlantirish, ilm o'rgangan vaqtida ilm o'rganishdagi maqsad aniq bo'lish, niyat sop bo'lish haqida to'xtalyotdi. Tuvanda İmam Mavardi rahmetullahi aleyh mundaq deydi. Endi ilm o'rganmagan, bilmagan odamlarniki ilm o'rganishga qiziqishi zarurdir. Qiziqqankan ilmni davomli izlanish kerakdir. Ilm o'qib, izlangankan ko'p o'qish kerakdir. Ko'p egallash kerakdir. Ko'p egallagan vaqtida amal qilishi kerakdir. Endi o ilm o'rganmaslikka bahona sabab ko'rsatmaslik kerak. Ilm o'rganmay qilib qolgan o'zing taqsirotlarga bahona ko'rsatmaslik kerak. Shunlashqa shoir shundoq deydi. Yomonlik qilganka uning bahona sabab ko'rsatmang, menga bahona topmanglar. Endi yomonlik qilib tursa menga bahona ko'rsatmanglar. U haqiqatan eng nachar odamlardir. Yomonlik qilib bulab buningga uzr ko'rsatgan, bahona ko'rsatgan odamlar eng nachar xabis odamlardir. Demak, bahona ko'rsatmang. Buningga bu demakchi. Endi o'zini yolg'on va'dalar bilan keyinga surib aldımısın. Davamlıq üzülmez dünya məşğulatları bilen şu işim tükkan vaqtida o'qiydim deb arzu armanlarını özün işlərə bağlap qoymusun. Her vaqt iş tügümaydi. Her zaman bana sebepler tepilip durdu. Şoňaşqa şair tövende mundaq deydi. Atiyan keşlerde işlerimizge barımız. Bu adam yaşaganken bu adamın işi tügümaydi. Bu iş qaçan tügeydi degende ölgende tügeydi insan bilen bir. Lekin insan hayat kalıdken onun tügümaydigan nurgun talay işleri mevcut bop turdu deydi. İlim öğrengen vaqtida Allah'ın kolay asan qilib berdiganligiga ishonish kerak, qat'iy ishonish kerak. İlim öğrengen vaqtida Allah rizoligini maqsad nishon qilish kerak. Niyat xolis bo'lish kerak. İradesi rastchil bo'lish kerak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bayan kılınan bir hadiste Cenab-ı Resulullah kimki ilimni Allah'ın gayriga öğrense, ilimni Allah rızalık için öğreniş gerek. Halis niyet buluş gerek. İlim öğrenişten nurun öğrengiçlerdeki arzusu, hayali ayrım bulup kalıdı. Allah subhanahu ve teala hemimizin ilim öğrenişte halis niyetini bizge rızık versin, nimet versin. İlimni Allah'ın gayriga öğrense dedi. İlim arkalık Allah'ın gayrine irade kıysa bu devzaktaki orununu tayarlap koysun. Eksik vaktimizde mi şu yazılarda okuğa vaktimizde yazıldık yeme şu Kur'an kurslardayız ya ki medreselerdayız. Şöyle okuğa vaktimizde bazı bir kısım atalarınki yani ballar bilmedi o mu 10 yaş, 10 yaş o ballar ondan nişan bulmaydı fakat atanısını gepilemedi. Onların bazılarının ben bunda diğerlikini isimde. Hem şu bir su tutkan vaqtida bir ketmeni qo'ldan bir boshqa elib qo'ldan alamiki, hurmat qilamiki, bir joyga bosib to'yda o'tiramiki deb mushta deb ba'doq bollarimizni deydigan ashta ota-Allah bo'lgan. Demak, mush ilmda niyat nihoyatda muhim, saf bo'lish kerak. Bundan ota-Allah'niki mesela oddiy, go'daklarcha o'ylash xiyollarida shularning bolalarini o'qitishga. Ammo Onundan buna qabih o'ylanib qildiganlar. Siyosiy kengashda ishlamiki, imom bo'lib mushujutni qo'lga olamiki, degandek bunda xiyollarni cho'ng bunda qabih niyatlarni qildiganlar bu ota-Allah yo'q emas albatta bolalarni o'qitishda. Nauzubillah. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bayon qilgan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligi qayd qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilm yo'qolib ketishdan burun, ko'tarilib ketishdan burun o'rganinglar. İlim əhallərinin dünyadan ketişmiş ilimninki kötürülüp ketkenligidir, yo'qolib ketkenligidir. Sizlar o ilimga qachon ehtiyojingizni tushishini bilmaysizlar. Yoki bu o'zining bu ilmga qachon ehtiyoj bo'ladi, buni bilmaydi. Ya o'zi ehtiyoj bo'lamdi, yoki boshqalar ehtiyoj bo'lamdi, qanday payt ehtiyoj bo'ldi, buni bilmaysizlar. İnsan mush ilm egalligan vaqtida, ilm o'rgangan vaqtida riyokorlikdan, ilmni turli oyog'i chiqmas munozara, jadal uchun o'rganib qolishdan saqlansin. Chunki
bu munozir qilish uchunlam haq bilan munozir qilish uchun ilm o'rgangan odam o tashlanib qoladi, ilmdan foydalanmaydi. İlimni riya uchun o'rgangan riyakor ilmgorlar bir haqirlardir bular. Qancha qismi bular ko'tarilmaydi. Shon shavkati ko'tarilmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bundaq bir bayoni bor. İlimni hargiz ahmoqlar bilan mujodil qilish uchun, munozir qilish uchun o'rganmanglar. İlimni ulamolar bilan munozir qilish uchun o'rganmanglar. Kim mushtaq qilib qoladi ekan sizlarning ichinglarda? Davzax buning joyidir degan. İlim o'rganishda boshqalarni yangi bilish uchun, boshqalardan ustun bo'lish uchun ilmda. Hargiz unda o'rganmanglar. İxlos. Birinchi ilm o'rganishning nishoni ixlos. Albatta ilmni munozir qilib o'rgangan odam o ilmga savob talab qilishi mumkin emas. Lekin o maqsad qiladi-da, o'ziga keladigan mayli bir yomon oqibatli bo'lsin, mayli bir yoki bo'lmasa o'ziga mayli to'g'ri bo'lsin, mayli xato bo'lsin, o'ziga qaytlab kelayotgan bu munozirni so'z uqumida yangish uchun maqsad qildi. Mayli boshqalarning gap to'g'ri bo'lsin, mayli xato bo'lsin, shu yerda cho'qim yengib chiqish buning nishoni. To'g'rilab qolsa bo'libdi, men to'g'ri aslida to'g'ri demaydi albatta. Cho'qim yengima deydigan nishon bo'ldi. Bu vaqtda sunnatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mundaq bir hadisi bor. Bu munozir qildigan odam yoki dinidan shak qiladigan, ya hujjatidan shak qiladigan va yoki munofiq odamlar munozir qildi deydi. İmam Avzai rahmetullohi alayh Allah subhanahu va taolo bir qavmiga yomonlikni iroda qilsa, oyoq chiqmaydigan jangi jidalligiga tashlab qo'ydi bularni. Bularni amaldan cheklab qo'ydi deydi. Amal qilmaydigan quruq fitna ig'vo jangi jadalga chirib qoladi. Fikr urushiga chirib qoladi demoqchi. Riyoshi degan kishi Musab ibn Abdullah degan kishiga shundoq bir she'rni tövanda o'qib bergan. Bu she'rning mazmuni tövandikcha. Bu yerda Musab ibn Abdullahdan İmam Malik'ninki kitobini rivoyat qilgan, bayon qilib o'tgan Musab ibn Abdullah ibn Musab ibn Sabit az-Zubayri degan kishi. Riyoshi degan Abbas ibn Faraj degan kishi bo'lib, Mubarrat qatorliq dongliq shu davrdagi Abbasiylar davridagi shoirlar bu kishidan o'rgangan. Bu kishi munoyatimish arab tili adabiyotida g'olliq kishilarniki biri. Bu odam ham demiyada shundoq deydi. Har qanday bir shu muttaham e'tiroz bildiradigan o'sha kishilar bilan men mujodil qilaman deydi. Shak shubhalik odamlarni munozir qilaman deydi. Uning dinini mening dinim uchun maqsad qilaman. Men o'zim bilgan narsani boshqalarning ra'yiga qo'yib qo'yman deydi. Amaliyotda ra'y, fikr degan haqiqiy ishonchlik, sabit ilmga o'xshamaydi albatta. Bu yerda menmi, mening oldimdagi bu meningki husumatimmi o'ngga, so'lga tortishib mushtajirimizda bu masalani bu yerda. Ammo men bilgan bo'lsam, men shu yetarlik. Ammo men bilmagan bo'lsam, mendan shuni yiroq qilinglar. deb shundoq deydi. Demak bu she'rda asosan shu munozira buniki foyda bermaydiganligini maqsad qilgan bo'ladi. Bir qism ulamolar bu masalani texminayat aniq bayon qilib, o'zining bir do'stiga bundoq degan ekanda. Seni endi shu yuqoridagi masalan munozira, foydasiz munoziralarda cheklamalarning bayoni deb o'tdik. Ammo lekin sizlar bu yerdagi quruq munoziradan ogohlantirish xitoblari sizni go'zal munoziradan cheklab qo'ymasin. Bu yerdagi mumari degan gap bir odamning ilm o'rganishini maqsad qilmaydigan jidalxo bu, munozirchi bu. O'zini dang'voz, o'zi ko'z qiladigan, yenganlikini shuhrat tamosi va mandaq munozirchi bu. Ya o'zi boshqalarning o'rganish maqsadi yo'q, yoki boshqalarga o'rgatish maqsadi yo'q. Faqat yangi bo'ldi, o'zini ko'rsatsa bo'ldi. Mandaq munozirdan cheklayotdi bu yerda. Hamda ilm o'rganishga bois nima deganda? Har qanday bir arzu maqsadningki bir boisi.
haydakchisi bo'ladi. Ondaqda har qanday bir orzu nishonga yetish uchun ikki narsa haydakchi bo'ladi. Biri rag'bat, biri rahmat. Biri shunga qiziqish, biri shuningdan bir xil qo'rqish. Har qanday narsaga odamda bir intilish bo'ldi. Bu intilishning ikki sabab bo'ldi. Biri ishtiyoq, qiziqish, yaxshi ko'rish. Biri ma'lum bir kuchdan qo'rqish. Mana shu ikki narsa har qanday maqsad nishonninki haydakchisi. Lekin ilm o'rganmoqchi bo'lgan odamda bu ikkili holat tepilish kerak. Ham qiziqib, ham so'yinib o'rgansin, ham qo'rqib o'rgansin. Qiziqish, so'yish deganda Allohning savobini, Allohning rizoligiga qiziqsin. Allohning farzlarini saqlash uchun havaslisin, havas qilsin. Ammo qo'rqishdan ilib etsak, Allohning azobidan qo'rqsin. Allohning buyrug'ini tark etib qolgan bo'lsak, Allohning ogohlantirishiga sal qaragan bo'lsak, bizga azob chiqib qoldi deydigan qo'rqinch bo'lsin. Qo'rqish va qiziqish jamlangan vaqtida bu ikkisi ilmning haqiqiy mohiyatiga elib bordi. Zohidlikning ta'mini tetitdi. Chunki rag'bat, qiziqish ilmga haydakchi bo'lgan eng kuchli haydakchidir. Ammo qo'rqish zohidlik sabab bo'lgan eng kuchli omildir. Shuningdek, qadimgi hakimlar, donishmandlar bundoq deydi. Ilmning aslisi qiziqish bo'lsa, onun natijasi, samarasi saodat bo'lur. Zohidlikning aslisi qo'rqish bo'lsa, onun samarasi ibodat bo'lur. Zohidlik va ilm teng jug'lansa, saodat komil bo'lur. Fazilat odamni qoplar deydi. Agar bu ikkisi ayrim bo'lsa, ayrilib ketsa, birga kelmasa, voy bu ayrilgan narsaga nima degan ziyonliq, nima degan ziyonliq deydi. Agar bu ikkisi ayrim bo'lsa, bu nima degan qabih holat. Zohidlik bo'lib ilm bo'lmasa, ilm bo'lib zohidlik bo'lmasa, yoki qo'rqish bo'lib qiziqish bo'lmasa degan nima degan bir qabih avval, nima degan bichorlik bu demakchi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bayonida bundoq degan: kim ilmni hidoyat tepish uchun o'rgansa, dunyoda bu odamga kimki ilmda bir odamniki to'g'ri yo'li ziyoda bo'libdi ilm orqali, lekin zohidlik oshmabdi. Bu odam yana Allohdan yiroqlashdi. Kimi yo'lni to'g'ri tepibdi, lekin yana zohidlik qilib borgan bo'lsa, yana bu Xudodan yiroqlashdi deydi. Malik ibn Dinar deydi, hamda bir odam ilm egallabdi, lekin bu ilm bu odamni to'sanmabdi. Ya'ni Allohning amri farmonlariga yetaklanmagan bo'lsa, bu odammo foydasiz ilmga erishib qolgan bo'ldi yoki ilm foyda qilmagan bo'ladi. Shuningdek, bir qism donishmandlar aytadi, faqih, taqvosiz faqih uyini yo'rtadigan chiroqqa o'xshaydi. O'zini o'zi ko'ydirdi. Degan atrofni yo'rtgan bilan o'zini o'zi ko'ydirdi deb shunday degan. Bugungi darsimiz bu yerga bo'lg'ay. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.